Chilonzor tumani 19-kvartalda bugun sizlar bilan biz 3 xona 4 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimizning zal qismi, birinchi xonamiz. Bu yerda ikkinchi xonamiz. Bu yerda mehmonxona sifatida foydalanishgan ekan uy egalari. Sizlar ota-onalar yotoqxona sifatida foydalansalaring bo'ladi. Ushbu uyimiz umumiy maydoni 68 kvadratdan iborat. Bu yerda esa oshxona qismimizni balkonga ko'chirib, bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Uyimizda barcha eshiklari rassulufdan. Uyimizda balkon qismi 1,5 ga 6 bo'lgan. Barcha kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan ushbu uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan bo'lib, umumiy hisobda 4 ta televizor va 3 ta konditsioner qo'yilgan. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi va razdelniy sanuzelari bilan o'zini. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Aygen chorrahada joylashgan ushbu uyimiz uchun egalari tomonidan 84.500 naqsh dollar baholanmoqda. Sunnatiga ozgina o'tib beriladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.